Gap bo'lishi mumkin emas. Avtomat darvozalargacha qo'yib qo'yishdi. Okalar Xonobodda, shundoq orientir 39-poliklinikani oldida 3 sotu zaxvati ham bor. 8 ta xonadan iborat. Uyimizning orqasi vahshi zo'r. Podvalgacha vahshi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Like bosib yuborsanglar bo'ldi. Ichkariga kiramiz. Xonalar serob, kiraverishda 10 qo'lda bitta xonamiz bor. Uyimiz Euro remont, 100% to'pli pol. Tak, bu yerda mana kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Sanuzel. Bu mana yana bitta xonasi, bolalar yotoqxonasi sifatida foydalansa bo'ladi. Botimiz hol va har doimgidek bitta televizor bizdan. Tak, bu yerda mana bitta xonamiz bor yana. Yana bitta xonamiz va mehmonxona. Okalar podvalga tushamiz. Xo'p, pastga tushyapsiz. Botimiz podval. Bu yerda mana bitta xonamiz bor. Bu yerda yana bitta xonamiz va podvalda yana bitta xonamiz. Mana bu yerda bemalol oshna og'aynilar bilan o'tirsa bo'ladi. Yeydan bitta bemalol bitta bilyardni stol ketadi, o'tirib mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Menimcha 20 metrdan oshiqroqdi. Hovlini orqasini ko'rsatamiz, vahshi mazza qilib orasida. Hovlini orqa tarafiga o'tamiz. Vahshi gap bo'lishi mumkin emas. Okalar, bu yerda mana kichkina zeleniy zonasi bor. Bemalol qarindoshlar, oshna og'aynilar kelsa, masjidga stol qo'yib, mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Bu shobadasi bari boshqacharoq. Xullas, manzil keladigan bo'lsa, Sergeli Xonobod, orientir 39-poliklinika bo'lyapti. Uyimizning narxi $153 ming. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan o'chi bolalar, hammaga rahmat.